saldı. Qanaqti 20 chaqda odam 5-6 ayol savab soldi bo'limiz uchun. Bayka bo'limiz. Bu meva-cheva savdosi bilan shug'ullanadiganlarning o'rtasida joy talashib urushlik trend bo'ldimi deyman. O'rtoqlar, bu yana nimasi? Kechagina klubnika, ya'ni klubnikachi akamizni ya'ni urib tashlashgandi. Endi bugun bo'lsa Torg'izchi akamizga navbat kelibdi. O'rtoqlar, bu videoda ko'rishingiz mumkin. Kuni kecha klubnika orqasidan urush bo'lgandek, bugun tarvuz orqasidan urush janjal. Ko'rishingiz mumkin bu videoda yana xuddi shu eski tema o'rtoqlar. Joy talashib urush. Shu oddiy bir dehqon akamiz bozorga kelib, shu bozorchilarga sotmaganda o'zim shu yerda turib xalqqa sotaman degan. Men o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, конечно, bu noto'g'ri narsa. Chunki narigi savdogarlar u joyga arenda to'laydi, patent qiladi, xullas davlatga qanchadir nalog to'laydi, soliq to'laydi, xullas ularning ham o'zlarining rasxodi bor. Ular u yerda qimmatroqdan sotadi va bu dehqon kelib turib bu yerda arzonroqdan sotadi. Ya'ni xullas bu savdogarlarning savdosiga ziyon yetkazadi. O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, savdogarlarga emas, oddiy xalqqa sotganligi uchun bu yoqdagi savdogar akalarimiz urib tashlashgan. O'rtoqlar, o'tgan safargi klubnikachi akamizni o'zimizni xalq poddershka qildi. Bir kunda, ya'ni 1.200.000 prosmotr oldi videosi. O'zining podpischisiga ham 125 ming bo'ldi bir haftada. Endi bu tarvuzchi akamizga nima deysizlar o'rtoqlar? O'zingizlarning fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar.